Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videolik Urganch shahrida yangi qurilgan binomizning birinchi qavatida 3 xonali kvartiram ijara chiqdi. Hamma sharoitiga narxini aytsak $400. Lokatsiya Dekkan bozor. Bu yerda rakonam joylashgan ekan. Bu tomonimiz oshxonamizda hamma sharoitiga hali odam yashalmagan. Bu yerda gaz plitalarimiz yana ajoyib maşallah. Dokon tunikatu, uголокimiz, televizorimiz, otopleniyasi ham bor obunachilarimiz. Hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. Doğrumuzda bir yerda mehmonxona joylashgan ekan. Yine mehmonxonamizda uголокlarimiz, televizorlarimiz yine sifatli konditsionerlar ham qo'yilib o'tirgan. Kandillarimiz ham bor obunachilarimiz. Faqat oilali zakis ili inostraniz qo'yiladi. Studentlar bezovta qilib o'tirmang, iltimos. Studentlar qo'yilmaydi. Bu yerda yine adınyoshga karavot qo'yilgan. Bu yerda yine bemalol oilali odam bo'lsa, farzand shu yerda yotadi. Xullas, odam yashalma. Ajoyib fayzi joy. Yangi dom. Benim senin 2 adam spani şkafımızda bemalol kiyimlere sıksa bo'ladi. Bir polka xili, bu tomonimizda gezagini sepan bor, ili bu yerda erkakniki qo'yilsa, bu yerda ayolniki qo'yiladi ekan. Endi oxirgisi sanuzilimiz yuzashgan. Sanuzilimizda ham oriston qo'yilib o'tilgan vanna unitasi. Bemalol gelip yaşayabilirsiniz. Telefonla istemen 99 074 46 41 aloqa. Sağ olun.